kolod ishlab chiqaraman deganlar uchun mana bu yerda kolod uskunalarini yasab qo'yganmiz. Kolod uskunamizni bitta to'plamini bu yerda $1200 qilib beryapmiz. U to'plamda nimalar bo'ladi deganlar uchun bitta manaqa mishalkasi 220 da ishlaydigan baquvvat, ancha usulini qilingan bitta betonli mishalkasi. Ikki xil qolipi. Chekkasi 90 lik, balandligi ham 90. Keyin buni ichi 1 ga 1.16 lik ikki xil qolipi bo'ladi. Endi zakazga qarab boshqacha variantdagi qoliplarni ham qilib beriladi. Keyin manaqa o'zi yig'ishtiriladigan 1.5 tonnalik putlik tali. Keyin manaqa pistoletning vibratsiyasi. Uni endi yangisi bo'ladi, hozir bu yerda eskisini qo'yib qo'yilgan. Shu bitta to'plamimiz $1200. Bu yerdan bemalol kelib, 2 kun, 3 kun yotoq joylar ichida o'rganib, olib ketsalar bo'ladi. Har xil variantlardan ham qilib berilaveradi zakazga qarab. Tallar ham mana bo'shaydigan 94 lik 504 11 77 raqamlarimiz bemalol aloqaga chiqarasizlar.